حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Ayni bugun biz darsimizningki shu 7-bobi, ya'ni hatta yaqul la ilaha illalloh degan bob, ya'ni shu ma'alim as-sunnah an-nabawiyya, ya'ni payg'ambar hadisi ta'limotlari, hadis ta'limotlari kitobimizningki 22-hadisi. Ya'ni bu hadisning bu babning ismi hatta yaqulu la ilaha illalloh. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deb, Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari deb guvohlik bergan qadar islom u odamga urush qilishga buyruq qilinganligini ko'rsatib hadis. Endi Ibn Umar radhiyallohu anhudan bu hadisda bu babda bir hadis var. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Hem de hadisini biz aldı bilen bir en yığınç kıskığını bir tercüme kılgan vaktimizde, labzini tercüme kılganımızda İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem mundak degen. Resulullah degen ki umirtu en uqatilen nas hatta yaşhadu en la ilahe illallah. Resulullah deydi men insanlarga ular Allah'tan başka hiç kandak ilah yok dep Muhammed aleyhisselam Allah'ın peygamberi deb guvohlik bergan qadar, namoz o'qigan qadar, zakat bergan qadar urush qilishga buyurildim degan. Faiza fa'alu zalik, agar ular ashuni qilsa, ya'ni ular ashun Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammed aleyhisselam Allohning bandasi deb guvohlik bersa, namoz o'qisa, zakat bersa, ular mendin özlerinin kallarını, mallarını saklap kalıdı illa bi hakkı İslam. Lekin İslam'ın hakkı ile saklap kalanmaydı. Ve hisabuhum alallah. Ulanın hesabı Allah'a dedi. Yani hadiste deydi ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem umirdi. Yine Rabbim tabarek ve teala mini insanlar bilen uruş kılışkı buyurun. Yani kişilerge İslam dinini oturup yap boğandın keyin İslam dinini ularga tushundirib bo'lgandan keyin yana ular Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning bandasi, Allohning elchisi deb guvohlik bermasa, namoz o'qimasa yoki guvohlik beribdi, namoz o'qimasa va zakat bermasa, urush qilishga meni Rabbim buyurdi deyapti. Agar ular shuni qilsa, yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese, namaz okusa, zakat berse, hemmini kılsa, mendin ular kanlarını saklap kalıdı, mallarını saklap kalıdı. Yani ulanın bu uruş kılınmaydı, meli uladın eli verilmaydı. İlla bir haklı İslam. Lekin ular yukarı iş, şehadet eğitti, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip şehadetini eğitti, namaz okuttu, zakat bergen buğusu mu? Lekin İslam'ın hakkı bilen yine mal dünyası saklanıp kalmaydı. Cini kalları yine tükülüş lazım o tükülüdü deydi. Yine kanda kılsanız İslam'ın hakkı bilen degini yani onlar Müslüman bulup boğan iken yukarı faaliyetlerini kıp boğandın kin mu? Yani onlar İslam'da bir mesela bedeni bir caza işleyen bo'lsa, masalan boshqalarni qasdan o'ldirib qo'yganga o'xshash, qisas sanatgan ishdan birini qilgan bo'lsa, yoki masalan to'y qilib bo'lib turib zina qilganga o'xshash ishdan birini qilgan bo'lsa, deganga o'xshash yoki bir iqtisodiy
jazo iqtisodiy bir jihatdan jazolanadigan bir jinoyatni qilgan bo'lsa, u chaqda u la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bo'lsa-mu, namoz o'qigan bo'lsa-mu, zakot bergan bo'lsa-mu, yanalam uningki qini va meli u saqlanmaydi. Va hisabuhum alalloh, ularning hisobi Allohga degan nima demakchi deganda, ular la ilaha illalloh degan bo'lsa, Muhammad rasululloh degan bo'lsa, namoz o'qigan bo'lsa, zakot bergan bo'lsa, yana la ilaha illalloh Muhammad rasululloh debdi, u chin qalbidan chiqib dedimi, yo ko'nglidan chiqamay og'izning uchi dedimi, u mol dunyosini saqlab qolish uchun dedimi, jinni saqlab qolish uchun dedimi, nima uchun deganligini biz uni surishtirib qilmaymiz. Uning ichki dunyosi Allohga ega tava. Bunun ichki dunyosiga biz hukm qilmaymiz. Ya'ni hisobi Allohga degan uning zohiri masalada shu shahodat etganlik ifodalansa, shahodat etsa, namoz o'qisa, zakat bersa, uning ichki dunyosi nima maqsad bilan dedi? Buning hisobini biz surishtirib qilmaymiz. Alloh taolo oladi uning hisobini deydi. Endi bu hadisning tarixiy vaqalikga, mush hadisga munosabatlik bo'lgan bir vaqalikni o'tirg'i qo'yganimizda Rasul sallallohu alayhi vasallamning kunlarining oxirida, hayotining oxirlarida mushu nurg'un odamlar murtad bo'lgan. Masalan, Mazhij qabilasidan nurg'un kishilar murtad bo'lgan. Bularning asosli beshi mush Yamandagi Mazhij qabilasidan bir odamlar murtad bo'lgan, dindan yongan. Buning asosi beshi Aswadul Anasi degan kishi edi. Va shundaqla Bani Hanifa qabilasidan nurg'un kishilar murtad bo'lgan. Bularning beshi Musaylima al-Kazzab edi. Hatta Musaylimni Kazzab Rasul sallallohu alayhi vasallamga mundaq deb xat yozgan. Min Musaylimati Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Allohning elchisi Musaylimadan Allohning elchisi Muhammadga deb xat yozib, ziminning yerimi mening bo'lsin, ma ziminning yerimi sening bo'lsin, ma ziminni tang boshqurli deb xat yozganda Rasul sallallohu alayhi vasallam min Muhammad Rasulullah ila Musaylimatil Kazzab deb xat yozgan. Ya'ni Allohning elchisi Muhammaddan yolg'onchi bo'lgan, kazzab bo'lgan Musaylimaga zimin Allohning. Allah bu ziminni o'z bandalaridan xohlagan kishiga miros qilib qoldirdi. Oqibat oxirgi natija g'albi muttaqilarga bo'ladi deb javob xati yozgan. Mana mushu Musaylima bu murtadlarning ham beshi bo'lgan. Demak, mushundaq bir holatlar maydonga chiqayotgan davrda Rasul sallallohu alayhi vasallam vafot topgan. Rasululloh vafot topgandan keyin yana bir turkum odamlar, masalan Bani Tamimdan bir turkum odamlar, bitka odamlar murtad bo'lgan va G'assanliklar, yana shu Jablat ibn Ayham qavmi, Pazar qavmi, G'atifan qavmi, Bani Sa'd qavmlari yana murtad bo'lgan. Va uningdan boshqa yana nurg'un kishilar murtad bo'lib, yana dindan chekinadigan holatlar shakllangan. Ular dindan chekingan, islomning shariatlarini inkor qilgan, namozni, zakotni tark etgan va dindan nurg'un ishlarni hammasi tashlab, ular jahiliyatga holatiga qaytgan. Bu chaqda shu rayonlardagi musulmonlar e'tiqodini yushirgan. Hatta murtadlarning jazolashidan intayin andish qilgan. İbadetlerini maxfiy ibadet qilgan. Hatta şu davrda faqat 3 masjidlar oshkor namozni o'qilayotgan holat shakllangan. Baytullohil Haramda va Masjid-i Nabaviyda va shu Bahrayndagi Masjid Abdul Qays, shu 3 masjidda oshkor namoz o'qilgan. Undan boshqalardan namozmi o'pchi jamoatchilik bo'lib, bunda oshkor o'qilayotgan holatmi ham yo'qolgan. Ve onundan başka yana tehi musulmonlarga zulm qiladigan bir fariqlarni maydonga kelgan. Bular namoz bilan zakotning o'rniga argan. Namoz o'qitgan, zakot bermitgan. Bunda halini shakllangan. Hem zakotni berganlari ba'zi zakotni islom rahbariga ado qilishning vojibligini inkor qilgan bunda holatlar shakllangan. Mushu paytlar yuz berganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yana Tunji xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zining xilofatchilik davrining 5-yilida mana mushu odamni bearam qilgan, bu ko'rinishga
duch kelgan. Bu chaqda islomning bu mustahkam binosi bir xil ojizlashga boshlagan. Musulmonlarning atrofida bu islom binosining atrofi bir xil titrashga, har kuni bu xil jimirilish, islom binosining ojizlishi har kuni egilishga boshlagan. Atrofda on dini mush e'tiqodlar ojizlashga boshlagan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu masalada o'zini mas'ul hisoblab, Allah'ның dinini, Allah'ның oldida men mush dindan surish qilnima deb qaragan. Endi Abu Bakr radhiyallohu anhu shuni nima qilsin? Abu Bakr radhiyallohu anhuning eng gavdalik sifatlari bo'lsa, bu eng bag'rining yumshoqligi, qalbining bak yumshoq ekanligi bu eng mashhur. Abu Bakrning naiti shu yig'lashlar bilan, Allohdan qo'rqib bak yig'lashlar bilan, shu bag'rining bak yumshoqligi bilan bu atrofga tunilgan. Endi Abu Bakrning bu xil bag'rining yumshoqligi, axloqining bak muloyimligi, bu xil sifat dal bu yerda yuz berayotgan islomni qo'rshoq, islom zaminini o'rib olgan, islom dinini yuz berayotgan bu xil sharoitga mos kelmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo irodasi Abu Bakr radhiyallohu anhuning bu yumshoqlikdan qattiqlikqa, bir xil aqliy jihatdan shu o'tkirlikka yo'tkilishini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo Abu Bakrni bir xil shu qattiq holatga yo'tkildi. Buning Allohning irodasi bilan Abu Bakr bu xil holatga yo'tkaldiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu bu masalada qattiq o'ylanib, oxiri sahabalarning qattillarini yig'ib o'zining planini o'tirib qo'ydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ularni yig'ib dediki, o'zininki mushu dinini o'zgartgan yoki dindan chiqatgan har qanday kishiga urush qilishni qaror qilganligini, urush qilishni o'ylab ko'rganligini va bu masalalarda bu dindan chiqayotgan, mujda murtad bo'layotgan, zakatlarni bermayotgan, musulmonlarga mujda zulm qilayotgan bu masalalarning birdan-bir iloji durusi keskinlik bo'lishganligini, qilich hukmi ekanligini, qilishning hukmi bilan bu masalani hal qilib bo'lganligini, keskin iroda bilan bu masalani davolab saqayt qilib bo'lganligini e'lon qildi. Yana sahabalarning kattalariga, cho'ng sahabalarga buni o'tirib qo'yganda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu dediki, to'g'ri, murtad bo'lgan, kafir bo'lgan kishilarga urush qilsak, payg'ambarlikni da'vo qilgan kishilarga urush qilsak, uning agashgan kishilarga urush qilsak bo'ladi. Buningda masala yo'q. Lekin endi shu zakatni cheklagan kishilarga qanday urush qilamiz? Bular la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb iymon, shahodat aytib turdi, lekin zakatni cheklaydi, zakatni bermaydi. Bular bilan qanday urush qilamiz? Rasul sallallohu alayhi vasallam umirtu amarani Rabbi an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illalloh degan. Ya'ni men kishilar la ilaha illalloh degan qadar urush qilishga buyurildim degan tursa, biz bular bilan qanday urush qilamiz? Kimki la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa, u mendan qinini saqlab qoldi, milni saqlab qoldi, uning qolgan ishi Allohga degan hadislar batdi. Buni qanday qilamiz deganda, Abu Bakr radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu bunday deydi. Ey Umar, sen debaq, agar ular namoz o'qimagan bo'lsa qanday qilding? Hozir zakat bermaganlikka qanday urush qilamiz? Namoz bermagan, o'qimagan bo'lsa qanday qilding deganda Umar radhiyallohu anhu namoz o'qimagan bo'lsa shaksiz ular urush qilinadi dedi. Boshqa sahobalar sukut qildi. Undan Abu Bakr kaskin ham hikmatlik holatda bunday dediki, Alloh bilan qasam, men namoz bilan zakatning o'tini arvatgan kishiga urush qilman dedi. Ya'ni namoz o'qib zakat bermabdi yoki zakat berib namoz o'qimabdi, bunday odamlarga urush qilaman. Chunki namoz haqqun nafs, odamning nafsining haqqi bo'lsa, zakat malning haqqi. Kimki namoz o'qisa, uning jini saqlanib,
Kimki namoz o'qigan bo'lsa, jini saqlanadi, zakat bergan bo'lsa, mili saqlanadi. Ammo kim namoz o'qimagan bo'lsa, namozni tark etganga qarata, namoz tashlagan qarata urush qilinadi. Zakat bermagan bo'lsa, zakatdan majburiy elinadi. Agar melimni nima qilgan, zakatini majburiy olsa deb qarshilik bildirsa, biz uni urush qilamiz deb bu fikrni o'tirib qo'ygan. Yani deganki, agar Rasul sallallohu alayhi vasallamga oda qilib kelgan bir echkining o'g'liqi chaqliq yoki Rasul sallallohu alayhi vasallamga oda qilib kelgan bir og'amchig'i chaqliq shayini menga oda qilmasa, menga mendan cheklasa, men ularga urush qilaman, buning qarta urush qilaman degan. Bu Abu Bakr radhiyallohu anhu bu fikrni o'tirib qo'ygan ekan, hammalar bu Abu Bakrning bu fikrga qo'shilgan. Shuning Abu Bakr radhiyallohu anhu Musaylibni kazzab qatorliqlarga urush qilish uchun Xolid ibn Valid radhiyallohu anhuni qo'mondan qilib bir qo'shin o'tgan. Shuning bilan Musaylibni kazzab Yamami degan ziminda Hamza radhiyallohu anhuning qatili bo'lgan Vahshiyning qo'lida o'ldirilgan. Ya'ni Hamza radhiyallohu anhu Uhud urushida shu Vahshiy ismli bir qulning qo'lida o'ldirilgan. Mana amma bu Musaylibni kazzabni bu urushda bu undan keyin musulmon bo'lib Vahshiy. Undan keyin bu qul musulmon bo'lgandan keyin Musaylibni kazzabni o'ldirgan. U deganki, qataltu xayran nas fi jahiliyati va sharraha fil islam deydi. Men cahiliyet vaqtimda insonlarning eng yaxshisini o'ldirdim. Yine Hamza radhiyallohu anhuni cahiliyet vaqtida musulmon bo'lmagan chig'imda o'ldirdim. Endi musulmon bo'lgandan keyin insonlarning eng nachir bo'lgan Musaylibni kazzabni o'ldirdim degan. Va shundaqla buningdan boshqa yana shu murtadlarmi o'ldirilgan va ularning umumiy jamoatlari yo'qotilgan. Köpüncüsü halakulab tüygen. Bir yıl ötmeyle, bir yılga bağmagan asasda İslam yine etrafta özünün bayrağını lepildetken. İslam binası müstehkemlengen. Yine İslam evlatları yine bu müstehkem bir ibadetlerin cahide kılalatkan haletki kelgen. Allah subhanahu ve teala Abu Bakr radıyallahu anhu'nun bir rahmet kılsın. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun yüzünü nurlandırıp etsin. Onun salih emellerine Allah köplep mukaffatlarını versin. Muşu murtadla uruşida Müslümanlardan şehit bolganlardan Allah razı olsun. Bu hadisninki tarihi vakaliki mening bayan so'zlab o'tganim, buni yuqorida biz degan hadisninki tarihi vakaliki. Shu hadisga asosan sahabalarninki elib borgan faoliyati. Endi bu hadisdan yana nurg'un bir muhim mazmunlarni olamiz. Birinchisi, namoz o'qish va zakat berishning vojibligini e'tiqod qilish İslam aqidasining qatoridan. Biz chunki aqida bobi deya hozir. Aqida qismida o'g'achqa, yana namoz o'qish lozim, zakat berish lozim. Hatto namoz va zakat islom farz qilingan farzning qatorida e'tiqod qilish mana bu islom aqidasi bu. İkincisi, bu hadisden kırvalimizki Abu Bakr radıyallahu anhu'nunki nâhide batırlıqı. İlmi cihette başkalarının yuqur ikerligini hem kırvala alayımız. Onundan başka bir iş qilish qarta ishni kuchaytirish uchun qasam qilishning durustligi chiqadi. Va onundan başka to'rtinchisi tavhid kalimasini tavhid kalimasini so'zlagan kishining meli saqlanib qoldiganligini ko'rib olaymiz. Gerçi u odam qilich besil qilib qo'ygan, qilich bo'yniga qilich tanglangan chaqdimi shahodat keltirsa, yana la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa, u odamning qini saqlanganligi, mili saqlanganligini ko'rib olaymiz. Endi bu lekin mili qanday bo'ldi deganda, agar shu shahodat keltirishning oldin mili musulmonlarning g'animatining orasiga taqsim jug'linib bo'lmagan bo'lsa, milim saqlanib qoladi. Ammo mili musulmonlarning orasida jug'linib bo'lgan bo'lsa, u chaqda u boshqacha bo'ladi-ki, u sahih ko'z qarashda u qaytarilmaydi deb qaraydi. 5-inchisi, namozni cheklagan, zakatni cheklagan, namoz o'qimagan va zakat bermagan kishiga urush qilishning vojib ekanligini bu hadisdan ko'rib olib bo'ladi.
Altıncısı yine şu halifeye qarşı chiqqan kishilarga urush qilishning vojibligi chiqadi. Yettincisi hukm zahiri qilinadiganligi, hukm oshkor zahiri qismi qilinadiganligi insonlarning, ammo ichki dunyosi Allohga qo'yiladiganligini ko'rib olamiz. Yani insonlarning ichki dunyosiga Alloh ega. Biz insonlarning tashqi ko'rinishiga qarab baho berimiz, hukm qilishimiz lozimligi chiqadi. O 8-incisi insonlarni hadis insonlarni islomni da'vat, islomga insonlarni chaqirishga, islomni insonlarga yetkazishga qiziqlantirish chiqadi. Va undan boshqa yine biz diqqat qilgan yoki so'zlagan nurg'un mazmunlar chiqadi. Rasul sallallohu alayhi vasallamning so'zlaridan qancha qarasak shuncha zo'r ma'nolar og'ilib bo'ladi. Demak, mushu hadisninki din bizning hozircha diqqat qilib diqqatimizga olgan taraflar shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mushu iymon kalimasida mustahkam qilsin. Mushu murtad har xil mushundaq dindan chiqib turgan odamlarning qatoridan bo'lib qilishdan Alloh subhanahu va taolo bizni saqlasin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.